Yangiliklar ko'p. Olmazor tumani axborot kutubxona markazida kutubxona malikalari tanlovi o'tkazildi. O'zi har jabhada ildam ketayotgan ayollarimiz aynan kitob o'qishda ham ildamlik qilyapti. Qarang, nomi ham chiroyli-da, kutubxona malikalari. Malikalari juda chiroyli, nomi Zo'r tadbir o'tkazishdi. Juda ham mos qizlarimizga. Keling, shu yerdan tayyorlangan lavhani tomosha qilaylik, zero bizni hozir balki o'sha qizlarimiz ko'rayotgandir, yosh qizlarimiz, balki onalar. Dasturxon atrofida yaxshi niyatlar qilib ko'rishayotgan onalarimiz, yosh onalar ham ko'rayotgandir. Zero kitobxon oila bo'lsa, shunda kitobxon oiladan yetishib chiqqan, tarbiyalangan bolalar ham kitobxon bo'ladi. Siz aytdingiz-ku, eng yaxshi suhbat o'sha dasturxon atrofida qaysidir o'qilgan asarni muhokama qilish. Mana shu eng zo'r suhbat deganingiz, meni o'sha aytganingiz haligacha esimda qolgan. Qarang, juda chiroyli so'z aytganingiz. Va aynan mana shu lavhani hozir birgalikda tomosha qilamiz, marhamat. Marhamat. Kutubxonalar nafaqat kitoblar maskani, balki bilim, ma'naviyat va tafakkur markazidir. Kutubxonachi esa faqat kitob beruvchi emas, balki ma'naviyat targ'ibotchisi hamdir. Ana shunday targ'ibotchilar o'rtasida kuni kecha Olmazor tuman axborot kutubxona markazida Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi tashabbusi bilan kutubxona malikalari ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Hozirgi kunda kitobxonlarimiz juda ham aqlli, zukko, ayniqsa yoshlarimiz intellektual salohiyatli. Biz ularga munosib xizmatni tashkil etishimiz kerak. Buning uchun bizda eng katta muammo kadrlar masalasi. Chunki biz kutubxonada ishlayotgan kutubxona xodimlari ulardan-da aqlli bo'lishi kerak. Ulardan bir qadam olg'a yurishlari kerak. Ularni so'rayotgan axborotlarini, kitoblarini qay tartibda bo'lmasin, elektron bo'ladimi, bosma bo'ladimi, vaqtli nashrlarda bo'ladimi yoki bo'lmasa axborot resurslar, ya'ni elektron variantdagi kitoblar bo'ladimi, ularga tez va sifatli yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz Toshkent shahar bo'yicha 10 ta tuman bor. Mana shu 10 ta tuman kutubxonalar hamda shu Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazidan eng zukko kutubxonachilarni tanladik. 4 ta shart asosida bular bellashyapti. Kutubxonachi har bir sohada ilg'or bo'lishi kerak. Ham pedagog bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa san'atkor bo'lishi kerak. Har bir psixolog bo'lishi kerak. Har bitta sohani vakillari keladi, o'qituvchilar, professorlar keladi. Har biriga munosib so'zni va axborotni tanlab tarqatishimiz kerak bo'ladi. Agar mana shu maqsadlarga erishadigan bo'lsak, biz hozirgi kun talabiga mos ravishda axborot kutubxona faoliyatini tashkil etgan bo'lamiz. Tadbirda Toshkent shahridagi tuman kutubxonalarida faoliyat yuritayotgan iqtidorli va tashabbuskor kutubxonachilar ishtirok etdilar. Ishtirokchilar bir nechta shartlar asosida bellashdilar. Jumladan, o'zini tanishtirish, kasbiy mahoratini namoyish etish, kitob targ'iboti bo'yicha innovatsion g'oyalar taqdimoti hamda badiiy chiqishlar orqali o'z iqtidorlarini sinovdan o'tkazdilar. Kutubxona malikasi tanlovi menga juda ham yoqdi. Boshida hayajonlar bo'ldi, lekin mana hurmatli prezidentimizni kitobxonlik madaniyatini oshirish uchun qilayotgan sa'y-harakatlari, ayollarimizni jamiyatda o'rnini yuksaltirish, ayol jamiyatda qadri baland bo'lsa, o'sha jamiyat yuksaladi. Ya'ni bu 3-Renessans poydevorini barpo etishda ham prezidentimiz avvalo ayollarimizni ilmli qilishimiz, qizlarimizni o'qitaylik va buni oiladan, jamiyatdan boshlaylik degan fikrlari bilan misol tariqasida bugungi tanlov ham shu asnoda bo'lgani uchun barcha tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va bu sohada yana ko'proq faoliyat ko'rsatib, ko'proq marralarni zabt etishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Birinchi shart menga juda ham yoqdi, chunki o'zini hayotini, faoliyatini tanishtiruv qanaqadir samimiy tarzda bo'ldi. Bu men uchun shunaqa, ya'ni ishtiroklarning ichida birinchi shart menga juda ham ma'qul bo'ldi. Kutubxona sohasida ilm va faoliyatni rivojlantirish uchun har bitta sohada bo'lgani kabi kutubxonada ham ilm faoliyatni rivojlantirish shart. Chunki har bitta ilm va faoliyat kitobdan boshlanadi. Biz kitob o'qishni, mutolaa qilishni oiladan, maktabdan, ya'ni o'sha jamiyatni bir bo'lagidan boshlasak, o'sha jamiyatning bir bo'lagi ertaga katta marralarni zabt etishga muvaffaq bo'lishga olib keladi deb ishonaman. Tadbir davomida kitobxonlikni targ'ib etuvchi chiqishlar, she'rlar va sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Tanlov yakunida g'oliblar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Kutubxona malikasi ko'rik tanlovi nafaqat kasbiy bellashuv, balki madaniy, ma'rifiy muhitni boyituvchi muhim tadbir sifatida e'tirof etildi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tanlov kutubxonachilik kasbining nufuzini oshirish, xodimlarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish hamda kitobxonlik madaniyatini keng targ'ib etishga xizmat qiladi.
Mana qarang, kutubxona malikalari. Nomi ham juda ham chiroyli. Ha, o'zi qaysi davlatda bor deysiz mana shunday qizlarimizga, umuman yoshlarimizga ko'rsatilayotgan katta e'tibor. Mana shunday ko'p kitob o'qigan insonlarga o'tgan safar esingizda bo'lsa bir suhbat qilgan edik. Mashina ham sovg'a qilinyapti. Ko'p kitoblar o'qigan, yosh degan tanlovlarda ham qancha qarang. prezident sovg'alari berildi. Endi rostdan ham balki kimlargadir baland parvoz gapdek tuyulishi mumkin, lekin kitob o'qigani uchun avtomobil olish, kitob o'qigani uchun sovg'alar olish, kitob o'qigani uchun qandaydir stipendiyalar olish, bu menimcha O'zbekiston amaliyotida hammaga bir misol bo'lsa kerak. Chunki boshqa xorijiy mamlakatlarda tahsil oladigan do'stlarim ham, tahsil olgan do'stlarim ham shuni ta'kidlashadiki, u yerda O'zbekistonga o'xshab haligi nima deydi, niqtab turmaydi hech kim o'qib olam deb, yosh qaridan boshlab. Yo'q, men aytmoqchimanki, ta'lim muassasalarida ham, ta'lim maskanlarida ham, oliy ta'limda ham, o'rta ta'limda ham o'zing uchun o'qiysan deb bo'ldi. O'zing uchun o'qiysan, o'qisang o'qi, o'qimasang katta ko'cha bor. Boshqa ish qil deydi. Lekin bizda haligi baribir nima deydi, mentalitet ham borda. Ki shu birovni bolasi, shu jamiyatni bolasi, ki shuni o'qitay deydi-da, o'qituvchilarimiz ham, pedagoglarimiz ham va nima deydi, davlat bir ota sifatida o'qi deb turganda, menimcha yoshlar o'qish kerak. Shunday hech bir yosh e'tiborsiz qolmayapti hozirgi zamonda va mana shunday e'tiborga nazarimda yoshlarimiz labbay deya javob bera olishyapti. Albatta.